Bosh atrofi soch bo'lur, o'rta yalang'och bo'lur. Yaxshi qiz mabodo enangizga shirincha kuyov kerak emasmi? Voy, kuyov shumi, men quyosh uzilib yerga tushib qoldim debman. Yarim ko'nglim qana to'lsaydi. Malika, menga tegsangiz bir etak bolamiz bo'ladi. Qanday bolamiz bo'ladi? Chachingiz yo'q-ku? Bola bo'lish uchun chash nima kerak bor? Tegmaganing yaxshi bo'ldi. Dugonalaring professor xotinimi deb kulardi. Aka, boshqalarni 50 ming, sizni 150 ming olib qo'yaman. Nima 150 ming ol ekansiz? Ha, bu sochni olishdan ko'ra bu boshdan soch topib olish qiyin-ku. Yarim ko'nglim qana to'lsaydi. Aka, soch olishga ko'p vaqt ketayotgan bo'lsa, birodarlar najda qilib olavering. Yursa Jo'raning soch uzun bola senga hozir rosa havas qilyapti. Nimagani meni kuchim ko'pligigami? Ya, senga o'xshagan kal bo'lganda bu darajada kalta yemagan bo'lardi. Yarim ko'nglim qana to'lsaydi. İşlerini yürütemiz Nokia'da bir gün üye baraman apa Tony Ya, Jo'ra soch ektirdingmi? Kanishni qalay chiqibdi? Ya, chiqoling zo'rida, ko'rsam nastroyenim ko'tarilardi. Qanaqasiga? Har safar seni ko'rsam dollarni ko'rganday bo'laydim. Yo'q. Ko'rdingmi Jo'rajon, tepa kalman deb siqilma. Naborot, sen odamlarga nasrni bag'ishlaysan. Dollar kalla.